Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiya ve vaziyetimiz hakkında toxtalımız leksiya sözleyimiz. Leksiyada Sidaqacı Roz, Washington'da sözleyimiz. Bugün çislaq 2024 yıl 7. ayının 8. günü. Haftaga düşenbe vatandaşım. Ben tünügün silahı sözlügen leksiyem meslen dalaylama Tibet meselesi. Ve Amerika Qo'shma Shtatlarida Davlat Majlisida ma'qullangan Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasi to'g'risida to'xtaldim vatandoshim. Bu albatta Tibetlar uchun baxtli kunlarning yetib kelayotganligidan darak berdi. Ve shuning nishoni bo'lib qoldi vatandosh. Biz bugun sizlarga so'zlaydigan leksiyada 3 xalqaro vaziyatga munosabatlik. Biri Hindistan'ın veziri Modi, hazır Moskova'da 8. günü Moskova'da ziyarette buluyordu. Bu qatımkı ziyaret Modi'nin kaçan qaysı vaxtı Moskova'nı ziyaret qilishi o ikinci gap. Bu qatımkı ziyareti mine taza oyğu selip koydu vatandaş. Oyğu selip koyuşunun sebebi men hazır başlanışın yakın men beni Tibet meselesini hal qilishni ilgari surish qonun loyihasining Amerika Qo'shma Shtatlarida ma'qullanishi. Shuningga munosabatli kaldı masalan Tibetlarga munosabatli taqdir qismatda o'zgarish bo'lsa, Tibetlarga munosabatli O'rta Osiyoda yashayotgan Uyg'urlarning ham taqdir qismatida o'zgarish paydo bo'lsa, bundaq vaqtning o'zida mushu vaqtni tanlab olib, hozirgacha Hindiston Tibet to'g'risida bir og'iz siyosiy fikrda bo'lgan emas vatandosh. Faqat Tibetlarga Dalay Lamaga siyosiy panohlik yoki musofirlar lageri qurib bergandan boshqa hech qachon Tibetlar to'g'risida bir ikki og'iz gap qilgan emas. Bu balki xalqaro tartib. Bundaq gapni faqat dunyoda bir davlat Amerika Qo'shma Shtatlari, masalan Uyg'urlar kim kishilik huquqi nima? Tibetlar kim kishilik huquqi nima? Hong Kong kim kishilik huquqi nima? Tayvan kim? Tayvan bo'g'izi nima? Buni faqatla bu dunyoda, hozirgi dunyoda Amerika Qo'shma Shtatlari ko'ngil bo'lishi va so'zlashi kerak. Hisobda shundaqda. Chunki Hindiston sen hozirgacha Tibetlar to'g'risida eg'iz yerib bir ishga jumla so'z qilmading. Masalan, Turkiya sen hozirgacha ne parlament ne hukumat Uyg'ur to'g'risida Uyg'urning ishi mavi Uyg'ur degan manda xalq edi degan so'zni qilmadi vatandosh. Mushular qarab o'ltirib bu so'zni faqat dunyoda birla davlat Amerika Qo'shma Shtatlari qilish kerak ekan, shuna qilib keldi vatandosh. Endi men yaqinda sizlarga shu yaqinda emas, hali vaqt bo'ldi, bu 4-5 yil ilgari Uyg'ur til programmasi Erken Asiya radiosida anlatilgan bir xabarda 1949 yılı 1 yıl mesela 1. ayının 30. günü Şibeypo Rusya'nın diplomati Molotov Mikoyan Rusya'nın diplomati Mikoyan Cumhur Kompartiyası'nın reis şu vaxtki sekretariya yakı reisi Mavzudong Şibeypo'da söhbet ötküzüp 1. aydan keyin 1. ayının 30. günüden keyin Cumhur Azatlık Armiyasını atalmış. Stalin harbiy aeroplan, harbiy maşina, harbiy transport evatib Xitoydan Uyg'uristonga elib kirgüçü bo'lgan arlıqda shundaq ciddi paytda Rusya'nın diplomati Molotov Yeni Dehli, Hindistan'a Yeni Dehli'ye berip bir hafta olturdu. Bir hafta olturdu. Bunun sebebi nemiydi vatandaşım? Muşundaq peyti Hindistan Uyg'uristonga tajovuz qilib kirishi mumkinmi? Tavakkalchilik qilib kirishi mumkinmi? Shuni bu yo'lni cheklash, shuni bu yo'lni etib tashlash uchun Molotov Moskvadan kelib Hindistonda Yeni Dehlida to'g'ri 7 kun oltirib oldi vatandaşım. Hay deb turdi Hindistan'da. Hindistan'da undaq niyat bormi yo'qmi? U vaqtda bilgili bo'lmaydi. Hindistan'ın o niyeti yakka tajovuz qilish, Uyg'uriston kirish niyeti bormi yo'qmi bilgili bo'lmaydi. O to'g'ri hech qanday gap yo'q. Faqat Stalin ehtiyot uchun Molotovni Yeni Dehliga Hindistonga avatdi.
keyingi 1 yil, ya'ni 49-yil 1 yil ichida Stalin Xitoyning Jungo ozodlik armiyasini atalmış, yuqoridagi qatnash vositalari bilan mustamlika Uyg'uristonga yoki Stalin o'zi aytgan, men sana mustamlika qilib berdim deb eg'izdan chiqargan shu gap bo'yicha Xitoyning atalmış ozodlik armiyasini Uyg'uristonga elib kirdi. Bugunchi hamda gapimiz keleyli. Bugün men dedim oldingi shart, masalan, ehtimollik ichidagi oldingi shart Tibetning kelgusi taqdirida o'zgarish bo'ladi. Undan keyin unga agishib Uyg'uriston to'g'risida bir gap o'ttirdan chiqdi. Yana mushundaq bir paytda Modi Moskvaga berib Uyg'uriston to'g'risida prezident Vladimir Putinga nima deydi? Tibet to'g'risida prezident Vladimir Putinga nima dokolat qiladi? Yaqinda Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini Qozog'iston Ostonada o'tkazilganda Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Hindistonning tashqi ishlar ministri Jashankar nayta qattiq va nayta chunqur suhbat o'tkazdi vatandosh. Mushularning hammasini birlashtirib qarasangiz, xo'sh, Hindistonning Moskva ziyorati bugun Jungtian TV de aytishicha Elika palobini, nima palobini masalan tankinin sirtidagi qasraqlarni teshib o'tadigan o'qni ishlab chiqarish zavodini Hindistonda qurmoqchi deydi. Urush bo'layotgan shundaq paytda, masalan, Rossiya Ukrainaga tajovuz qilib kirayotgan shundaq paytda yangi tipda, yangi shakllik ikkinchi bir harbiy qurol yarog' zavodini Rossiyaning sirtida, masalan, Hindistondagi davlatda qurib chiqishning o'zi xalqaro jamiyat qabul qiladigan ishmi yoki qabul qilmaydigan ishmi? Mening hozir gumonim Hindiston shundaq vaqt Moskvaga keldi, eng asosligi shunga. O Uyg'ur to'g'risida va Tibet to'g'risida, oldi bilan Tibet to'g'risida, enindeki Uyg'uristondagi ehtimollik, ya'ni siyosatda islohot elib berishga munosabatlik. Albatta ishning o'zimi Tibetda siyosatda islohot elib berishga munosabatlik. Ish bo'lib qolsa, bu to'g'rida Hindistonning vaziri Modi prezident Vladimir Putinga nima dokolat qilishi mumkin? Chunki ikki davlatning munosabati bor o'tirdi vatandosh. Ben şunu o'yladim, men bu gumoniy fikr sizni tahlil qilib berdim. Ikkinchi gap, ikkinchi vaziyat hozir Vengriyaning prezidenti yoki vaziri Orban tunugullatin degandek Ukrainaga kirib prezident Zelenskiy bilan suhbatlashdi. Ondan keyin qaytib kelib Moskvaga kelib prezident Vladimir Putin bilan suhbatlashdi. U yerdan qaytib kelib bugun Beijingga yetib kelib Beijing'de reis Xi Jinping bilan ko'rishdi. Buni aeroplan stansiyasiga chiqib qarshi olgan kishi Jungoning dongliq ajdahor masalalik bayonotchisi Hua Chunying. Yaqinda bu kishining o'rni amaliy o'sib, Jungo tashqi ishlar ministrligining muavin amaldori daraja ko'tarildi. Shu kishi aeroportga chiqib qarshi oldi. Bu yerda ajoyib o'xshashlik va chunqur ma'naviy gaplar va vatandosh Orban, xo'sh, Vengriyaning vaziri Orban yoki prezidenti Orban bugun 3 davlat, Ukraina, Moskva, Beijing 3 davlatni ziyorat qildi. Orban kimga vakil? Kimga vakil bo'lib bu davlat boshliqlari bilan ko'rishdi? Ben o'ylayman, G'arb dunyosi hozir Ukrainaga o'zining vakilini evatishi mumkin. G'arb dunyosi hozir Moskvaga o'zining vakilini evatmaydi, evatadigan vakil tayinlamaydi. Ikkinchisi, Yevropa ittifoqi ham shunday qilish kerak. Afsuski, hozir Orban Yevropa ittifoqiga Vengriyaning prezidenti yoki vaziri. Bu chaqda Orban Yevropa ittifoqining vakili bo'lib, Ukraina va Moskva, Beijingni ziyorat qilamdi. Mesela yana aytaylik vatandosh, agar mushunda qatlam bilan keldigan bo'lsa, Ukraina masalasini hal qilish, Rossiya bilan Ukraina tinch yo'l bilan hal qilish yoki boshqa degandek, hozir o'tirg'i chiqayotgan gaplarni angladingizmi?
Muşunda kışıldıgan bolsa bu yerda Cungo'nun neme alakası var? Avrupa'nın işi bilen Cungo'nun neme alakası var? Mesela Cungo Avrupa'nın közünü boyap, Cungo Amerika Qo'shma Shtatlarının közünü boyap, Rossiya Ukraynaga tajovuz qilgan kundan boshlab taka hozirgacha Rossiyaga yordam berib keldi. Shunglashqa bu aloqa bo'ladi deyilsa vatandosh. Qurbanning Beijingni ziyorat qilish nima ajoyib bir tasodifiylik deb his qilib qoldim ha vatandoshim. Bu ikkinchi vaziyat ketdi. Uchinchi vaziyat bugun 8-kuni. Bugun 8-kuni Yaponiyaning tashqi ishlar ministri, davlat mudofaa naziri. Davlat mudofaa emas, qo'g'dinish qismli naziri Minoru Kihara. Onundaki Japonya'nın tashqi ishlar vaziri Yuko Kimikawa. Onundaki Filipin'nin devlet tashqi ishlar ministeri Energo Manalo. Onundaki Filipin'nin devlet mudofaa ministeri Gilberto Tatmoro. Bular devlet mudofaa ministerleri ve tashqi ishlar ministerleri Manilada suhbat o'tkazib, rasmiy real qimmatga kelishim imzoladi vatandosh. Bu kelishim bo'yicha Yaponiya mushu Filippin bilan ikki davlat o'z davlatlarining tuproqi va zaminini o'zaro harbiy ishlarga yoki harbiy akilib o'rinlashtirishga va yoki harbiy ishlar bo'yicha harbiy odamlarni tarbiyalashga ma'qul bo'ladigan kelishim imzoladi. Do'stim, Yaponiya bugungi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqdoshi. Siz himoya qilasiz bunday ittifoqdoshlikni, biz ham himoya qilamiz bunday ittifoqdoshlikni. Ben sizga shuni aytayki, Tinch okean rayonida, Osiyo Tinch okean rayonida bir davlat agar mustaqillik, militarizmlik yo'lida mengib, Osiyo Tinch okeanining tinchligi, muqimligiga buzg'unchilik qiladigan yoki bu yo'lda ig'vogarchilik qiladigan bo'lsa, birinchi liniyada bunga javob qaytaradigan davlat avval Yaponiya. Ondan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari inkas qaytarishi mumkin. Vaziyat mana shunday bo'ladi vatandosh, ko'rdingizmi? Demak, arliqda biz degan to'q Yaponiya bilan kelishim imzolaydi degan to'q bugun 7-oyning 8-kuni bu kelishim imzolandi. Chunki biz tunuga nima dedik? Jungo dengiz soqchi qismlari armiya bo'lishga taraddud qilib edi. Buni albatta Amerika Qo'shma Shtatlari chekdi deb cheklaydi. Lekin Jungo'ning bir soqchi dengiz soqchi parxodi hozir Tumasshal yoki Filippinga yaqin dengiz yoki Filippinning iqtisod rayoniga yetib kelib, yakor tashladi. Parxod shu yerda turib oldi. Qaytmadi, ketmadi. Demak, Filippin tabaliga kirib to'xtab oldi. Bu og'ir vaziyat. Dal shu vaziyat yuz berib edi bugun Yaponiya bilan Filippin o'rtasida yuqorqi shartnoma imzolandi vatandosh. Hozir 3 vaziyat: Modining Moskvani ziyorat qilishi, Urbanning Beijingni ziyorat qilishi, Yaponiya Filippin o'rtasida shunday bir shartnomaning imzolanishi. Bugun sizning nazaringiz va bizning nazarimizdagi xalqaro vaziyatdagi inchki bir ko'rinish, nozik bir ko'rinish deb aytamiz vatandoshim. Vaziyat ana shundoq. Undan keyin anda nima deymiz? Hozir ekranda deydi. Jungo lükçaklik qilyotdi. Asli mavzu Ulug' okeanda 29 davlat birlashib manevr o'tkazdi. Bu harbiy manevr Rossiya bilan Jungoga qartildi. Biz bu to'g'risida xabar qilish urushamiz yo'q. Bir hafta ishini yuz bergan 29 davlat Amerika Qo'shma Shtatlari boshchiligida Osiyo Tinch okean rayonida keng ko'lamli manevr o'tkazgan edi. Hozir bu manevrning tig' uchi Rossiya bilan Jungoga qartilgan edi deydi.
Deniz saqchi qismlari endi banditlik qilyotidi. Jungoning deniz saqchi qismlari endi banditlik qilyotidi va dengizda o'zliksiz ishlaryotidi. Pulga qaraydigan yillar 7 ayning 8-kuni YouTube. Yani ekranda nima deydi? Neyse qonga bo'yaldi. Yani jungoda ishga urish boshlandi. Tunigin dedik, bugun dedik. Endi hozir keldiring yanning nazari nima deydi? İşki uruş başlandı. 7 ayının 8-kuni vatandaş. Yani nima xabar deymiz mesela ekranda. NATO aşkara aldı, isbotu bildirdi. Hareketimiz jungoga qaratiladi. Qaysi vaqtda qanday harakat bu to'g'rida konkret gap yo'q. Hareketimiz jungoga qaratildi. Buni NATO'nun bu gapini Hong Kong umuman bevosita anglatish sahnasi. 7 ayının 8-kuni YouTube. Ekranda cemiyetinin tevrişi. Qor ko'chganda ko'chga tevrashga başladı. To'sib qalg'ili bo'lmaydi. Asli mavzu mundaq. Bankalarning ishi kamayishga başladı. Tunga nima degan to'q bankalar kriz, bankalar vahima. 337 banka mushundaq vaziyat ichiga kirib qoldi degan tuqqa. Bugun endi bu vaziyat butun mamlakat kengayishga başladı. Tunga mushundaq deyilgan butun mamlakat kengayishga başladı. Ro'yanning nazari 7 ayning 8-kuni YouTube vatandaş. Ondan yana bir xabarimiz kelayli endi yuqorqilar qisqa xabarlar deyli. Endi xabarimizning mavzusi mundaq vatandaş Xi Jinping armiya katta başlarini ko'chitdi. Ishga urushga tayyorlik qildi. Mavzuli xabar 7 ayning 7-kuni Vanvey orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Obzorchi Yandungo. Bu aldığın kuni sizlarga so'zlagan leksiyaning mazmuni. Bugun Obzorchi Yandungoning buningga nisbatan yangi ko'z qarashi borkan, bir abzas tayyorlab keldim, bir abzas mashina sizlarga topshiraman vatandosh. Yaqindan biri to'rbatda talqirib yurgan Xi Jinpingning xizmat dokolati. Bu qatam Xi Jinping niqoblanmaylik gapni oshkora o'ttirib qo'ydi va mundaq dedi. Bugun biz endi yig'in echyapmiz. Ishga urushga tayyorlik qilamiz. Urush allaqachon boshlandi. Agar biz ziddiyatlarga urush shaklida taqobil turmaydigan bo'lsak, hukumat va partiya gumron bo'ladi. Urush allaqachon boshlandi desa bu sal eshib ketganlik bo'ladi. Obzorchining gapi. Eshib ketganlik bo'ldi. Lekin bundaq vaziyatga duch kelgan chog'da Xi Jinping so'z iboralarni qattiq so'zlab, harbiy katta boshlarni, alamdorlarni jiddiylashtirmasa, uning gapini harbiy odamlar anglamaydi. Ishki urush bu kelgusi vaziyatga nisbatan bir mo'lchardir. Lekin bu masalada aqli o'sha joyda kishilar hozir ko'rib yetdiki, mayli tiz bo'lsin yoki osti bo'lsin, jungo quruqligida keskin davolg'ash boshlandi. Bundaq davolg'ash zo'r ko'lamlik ichki urushga elib boradi. Agar jamiyatga shunday davolg'ash, jamiyatga shunday ko'tarilish, jamiyatga shunday qo'zg'alan. Hozir boshlandi, tavrendi, boshlanish oldi deyilayotgan shu gaplar. Men Xitoy millatining psixologiyasiga ro'y qurilmasi oltin tashkirsam, bu mumkinlik yoki mumkinsizlik ichidagi bir ish vatandosh. Lekin qanday bo'lishidan qat'iy nazar, agar 5-ngi kasbining chari yo'q. Masalan, hozir yemak, ichmakning bahosi, anandakin bozordagi ta'minlash va iste'mol buyumlarining bahosi, öy imoratning bahosi, tushayotganda yemak-ichmak bahosining o'rnishi, mushu qatorliq ziddiyatni olsangiz, ziddiyatlarni ekkansangiz, jungo jamiyati fuqarolari buning qanday inkas qaytirdi desangiz, balki tavakkalchilik qilish mumkin. Tavakkalchilik darhol qurolli harakat qilish o'zgardi desangiz, buning o'zi yana bir gap. Fuqarolarning qo'lida qurol yo'q.
Agar bu qurolliq harakat bilan ishki o'zgarish yuz berdi, ishki urushga aylanadi deb yandingo shundaq degan bo'lsa, bu faqat fuqarolarning sirtidagi yoki fuqarolarning oldidagi harbiy qismda yuz berishi mumkin. Harbiy qismda harbiy ishki jihat yuz beradigan bo'lsa, unda buning alomati boshqa bo'ladi. Men o'tgan dedim, hozirgi zamon 21-asr 21-asr raketa davri. Bundaq davrda har qanday bir o'zgarish davri kirgan davlatda ikkinchi bir militar kuchlarning o'ttirg'i chiqishi bu mumkin emas. Bir raketa bilan tugaydi degan edim vatandosh. Hozir yandingo buni qurolliq urush qiladigan ishki urush darajasi ko'tarib tahlil qilyapti. Balki bu uning nazarida ehtimollik. Biz sizlarga yetkazdi xolos vatandosh. Bundaq davolg'ish zo'r ko'lamli ishki urushga aylandi. Jamiyat yuz bergan ishki davolg'ishdan ishki urushga aylanishi vaziyatning eng vahshiyona va xatarlik muhitga kirib kelganligini ko'rsatib berdi. Jungo Kompartiyasi ichida Xi Jinpingni o'zgartiradigan bir kishi yo'q. Hozirgi kunda Xi Jinpingni hay deyiladigan ya to'xtab qol deyiladigan bir kishi yo'q. Chunki Jungo Kompartiyasi huquqdan ayrilgandan keyin nopuz tugaydi vatandosh. Kompartiya deganingizni, jungolik deganingizni mana shunday bilib oling. Bu millatda huquqdan ayrilgan kuni barliq nopuz tugaydi. Huquqning sirtida ikkinchi birisini hurmat qiladigan va hurmat qilgan odamning gapini anglaydigan millat emas bu vatandosh. Shunga bu yerda yandingo uzib aytibdi. Masalan, hozir navbatda jamiyatda Reis Xi Jinpingni o'zgartiradigan bir odam yo'q. Chunki Reis Xi Jinpingni qoyil qiladigan yoki bo'ysundira oladigan nopuz yo'q. Bu huquqdan ayrilish u boshqa bir gap, yana axloqiy nopuz bu boshqa bir gap. Lekin axloqiy nopuzni Jungo jamiyati e'tirof qiladigan jamiyat emas. Chunki Jungo jamiyatining xususiyati kuch, kimning kuchi bo'lsa ulug' odam. Kuchdan qilgan kuni u odam emas vatandosh. Shunga Jungoda nopuzga cho'qinish, haqiqatga cho'qinish deydigan prinsip yo'q. Agar haqiqat nopuzda bo'lsa, nopuzning haqiqati bo'lsa, buning cho'qinish degan gap yo'q. Faqat o kishi kim bo'lishidan qat'iy nazar nopuzli va kishi o'g'rimi, xiyonatchimi, bulongchimi yoki kim nopuzli bo'lgan bo'lsa, jungolik uning itoat qiladi. Lekin nopuzi yo'q, harbiy kuch bilan ta'minlanadigan nopuzi yo'q, axloq nopuzida o'ltiradigan jungo jamiyatida ikkinchi odam bo'lmaydi vatandosh. Chunki dinsizlikda bunda ko'z qarash bo'lmaydi vatandosh. Kommunizm deganlik dinsizlik deganlik. Shunga bo'lmaydi hozir Jungo Kompartiyasining ichida Reis Xi Jinpingni to'xta deyiladigan, yakuni o'zgartiradigan bir odam yo'q. Ammo yandingo oxirida xulos chiqarib, hukm qilib nima deydi? Mundaq deydi. Bu dunyoda ham Jungo Kompartiyasining halok bo'lish taqdirini o'zgartiradigan va to'sib qoladigan ikkinchi bir odam yo'q. Xi Jinping ishki urush deb davron solyapti. Amaliyot ishki urush qila olamdi yo'q, uning o'zi bir masala. Siyosiy hokimiyat yemirilish davriga kirib kelganda daraxt yiqilsa maymun to'zibdi degandek, agar birisi Xi Jinpingni qo'g'dashga qurol ko'tarib oldiga chiqmasa, o chaqda Reis Xi Jinping o'zi qurol ko'tarib oldin hisobga berishga to'g'ri keladi. Mana bu jungolik. Bu jungolikning xarakterini bu yerda hozir yandingo aytib ochiq beribdi. Daraxt yiqiladi, daraxt qo'nib olgan maymunlar taraf-tarafga qochadi. Siyosiy hokimiyat og'diriladi, nopuz ketadi, kuch ketadi. Xi Jinpingni hurmat qiladigan va uni qo'g'daydigan bir odam qolmaydi. O'zi qurol ko'tarib oldin hisobga chiqishga majbur bo'ladi. Bu mumkinmi?